Hoca akam bugun iftorlik qilib beradi. Iftorga 10 ta qorinboy yig'iladi. Sutxo'r, mashinani foizga chiqaradigan ribochi va qimor reklama qiladigan itlar o'tirib bismillah deb suv ichib qo'yishadi. Shunda o'rnidan turadi, hoja aka, biz ko'tga kirariflagan bardor paxtakorlar jamoasi iftorligingiz dargohida qabul bo'lsin deb sizni duo qilamiz deydi. Haqiqiy iftorlikka nomzod bo'lgan muhtoj kambag'al hoja akaning qo'shnisi bugun saharlikka mosh bilan nonni qaynatib yegani bilan hoja akani bir terlishi yo'q. Chunki bu iftorlik Rajab Pakkazuha hurmat talab deyiladi. Assalomu alaykum, rahmatullohi mahuratu va ta'ala janna deydi. Priyanka Chopra nomerini so'rayaptimi desam, yo'q, bular bir-birini juma bilan tabriklayotgan ekan. Shunda o'tirib oladi, hijobli qizlarni ko'tiga qarayotgan nafsiga qarshi urushmasdan dunyoda boshlangan urush haqida muhokama qilishadi. O'zi umri bino bo'lib faqat kontorda qon ko'rgan. Na ba'zan na bomplesni himoya qilgan. Yo'q, bular gapda butun dunyoni himoya qilgisi keladi. Xo'ja ko'rsin maqtanchoq Riyoberdi iftorni tashkillashtirgan hoja aka eslab qoling. Inson do'stini dinida bo'ladi. Do'stlaringiz nas alas bo'lsa tabriklayman, siz ham shu yo'ldasiz. Nahot qadr qimmat e'tiqodingiz asrgachom. Shomda shaytonchisi, xuftonda bla-bladasiz. Qaysi jamiyatda kambag'allar soni ko'p bo'lsa, demak shu jamiyatda ularni haqqini yeyotgan boylar bo'ladi. Buni sizdan oldingi boylar yaxshi biladi. Otam rahmatli aytgandek, Alloh isrofsiz ro'zani xush ko'radi.